أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن الكريم وبحرمة من أرسلته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Hem biz yuqurda nimeden tügettik, hoşandık, kana ve kanınki ahavatlardan, yani e, af'alun nasıha, onlardan hoşandık. Yani onlardan tügettik. Hemen de bunu sıçıp kana ve kana ahavatları bu nima asasen bu af'alun nasıha. Af'alun kelimine af'alun nasb kılgan işki bölgen tıkya mesela. İptidanı nasb kılgan af'al oldu ve hurup oldu da. Yani yukarı kana ahavatları hemisi iptidan nasb kılgan pilla. Ama osço bu harfla. İptidanı nasb kıladığan, iptidanı nasb kıladığan, yani mutlaka haberle kurunusunu buzup taşlap, onu zayıl kıladigan, nasx kıladigan hurup nimeler bula hurup nasxlar. Qaysi ular ma, la ve lata ve indin ibaret. Bularning hammasi ana laysga o'xshaydigan bir harflar bular. Hurupun nasxal ibtida. Kana axavatlari af'alun nasxal ibtida bo'lgan bo'lsa, ma'lucho al hurupun nasixatu ibtidai. فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس. Onuncu fasl ma والله واللata وإن hakkında değil ki o'xshatilgan bularning bu to'rtilisning hammasini leysiga nima desa amalda va ibtidoni nasx qilishda leysga o'xshaydi bular. Bunun tafsilatını bayan qilmoqchimiz. İbn Malik deydi: İ'mal leyse u'milet ma duna in ma abaqad nafi ve tertibin zukin ve sabqa harfin cerre ev ve sabqa harfi cerrin ev darbin kema bi ente ma'niyen acazel ulema ve raf'a ma'tubin bilakin ev bi ve raf'a ma'tubin bilakin ev bi bel min ba'di mensubin mima elzim hays من بعد منصوب بملزم حيث حل وبعد ما وليس جر بل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر في النكرات أعملت كليس لا وقد تلي لا وإن ذا العملا وما للا في سوى حين عمل وحسب زر بشا والأكس قل. Emel birlidu deydi. Emel birlidu, mağa leysinin emelini birlidu. Leyse kandak emel kıygan bolsa, mamu şundak emel kılıdu ki, isimni rapi kılıdu, haberinço nesb kılıdu deydi. Kandak ki leysim şundak kıladı deydi. Ama insiz, in mandak emas ama bunu biraz şertlik haletте. Demek bu yerde hem de biraz tafsilarak bayan qilsak, hem de kana ahavatlar barısında musannif nurgun tushunchalarni berdi. Bu kana ahavatlar olsa, elinde bütün qo'shish bu ahavatları qaysi deganda bular kana laysa asbaha azha asbaha sara va hakada ila axiri bo'lgan bo'lib, hammasi buni navasxul ibtido deyilgan bo'lgan. Bu ikki bilingan bo'lgan af'al va hurufdir. Endi bu kana haqida gaplar tugadi yuqorida.
endi gap qolgan shu hurufun nasih haqida kelib qolib qoldi. Biz yuqorida demoqchi bo'lgan parang shu qoldisi hurufun nasih borasida. Ha, ma kelsak masalan ma. Bu macho bunun da masalan Beni Temim'nin karşıda ma fakatlik kılan kanda kılmayırken ma bir narsani amel kılanmayırken. Mesela ma zeydun kaimun deyişki buludu ki. Ana bir yerde herkes kaimen dilimin de ma bir yerde amel kılanmadı. Beni Temim bunlar deydiken. Bu zeydunun merfu oluşu iktida olan kaimunun merfu oluşu o bununki mubtada olan. Da bana da pek var. Bu ma için bu işkandak bu işkisinden birisideki Zeydun'du mu, Kaimun'du mu ma'nın işkandak tesiri yok. Amel kılgan emas deydiken de. Çünkü neymi için ma degen o belki neymi harp mahsus emas deydi. Maxsus yoki ismi kirilgan yoki pilg'il kirilgan maxsus harf emas, muayyan emas. Ismi kiradi? Masalan, ma zaydun qoimun deydi. Pilgim kirdi, ma yaqumu zaydun degan o'xshash. Bularning o Bani Tamimning dalili shukan. Nimika u ular deb qo'yganda ma la yaxtassu fa haqquhu alla ya'mal deb. Bu omillardan qanday bir omil bo'lsin, bir tarafga o'ngchi ayrim bo'lmasa, ya ism kirganligi aniq bo'lmasa, ya pilg'ilqiligi aniq bo'lmasa, uni haqqi amal qilinmaslik degan bir qoida ekanda. Ma la yaxtassu fa haqquhu alla ya'mala deb. Demek bu ma ikkalisi kirgandan keyin ham ismg'imi ham pilg'imi kirgandan keyin bu Bani Tamimlarcha bunaqa amal bermaymiz, amal qilolmaydi deydi ekan. Ammo ma'u al Hijazlar yo'q. Bu Leysa'nın rolunu oynaydı. Leysa'nın amalini bersak bo'ladi deydi ekan. Nima uchun deganda bu masalan alal ittiloq ishlatgan chog'da g'olni nafiy qila oladi deydi. G'olni nafiy qila oladi. Masalan, uningki o'xshaganlikni jahdini Leysa'ga o'xshaganlikni jahdida g'olni nafiy qilish. Masalan, mutlaq ahvolda bu bir ahvolni nafiy qila olganligi uchun bu Leysa'ga o'xshaydi. Shunga Leysa'ning amni berildi. Undan bir ismni nafiy qilib inanan bir xabarni nasb qilib bo'ladi. Ma zaydun qoiman degan o'xshash. Masalan, oyat-i karimda kelgan-ku maza bashara ma hunna ummahatihim degan o'xshash. Masalan, bu dalillarni keltirib, bunga binoan bu ma Leys'nin amelini birledi deb bunda qaraydi ekan. Kim? Ahli Hijazlar. Ammo Bani Tamimlar yo'q. Bu ma'da bir ixtisos, bir tarafga maxsuslik bo'lmagandan keyin ismga kirgan, bilgim kirgan. Uni maydoni aniq bo'lmagandan keyin xolos buni amal berilmaydi. Bu jumlaga kirganligi xuddi kirmaganliklar o'xshash. Bu hech qanday o mubtada xabarda roli yo'q deydi ekan. Endi bular ama bular amal qiladi. Amal qilishi shartga amal qilganlar bular misin. Bunun bir qancha shartlari bor ekan. Masalan, qandoq desa, bu Leys'nin amrine amal berildi, mağa Leys'nin amrine berildi. İnnin emas. Ma baqa'in nafi ve tertibin zukin. Ona qilqi nafi qilib qolsa bo'ladi. Nafini qilib qilishlarni. Ona yalacho manfiy ma'nosi bor. Nafi qila oladi. Nafini qilib qilishlar va tartib bilan tartibni qilib qilishlarki zukin degan ulim, tuhim degandek ma'noda. Tartibni qilib qilishlarki bilindi u tartibning baqoini.
mush vaqtda nabiy qilib qolsa va tartib qilib qolsa u vaqtcha inmu amal qilalaydi, bo'lmasa u amal qilolmaydi deydi. Masalan, bu yana amal qilishda shartga amal qil deganda. Onda masalan bir qancha shartni bayon qilsak, birinchisi bu madinkincho, bu madinkin masalan in kelmesi gerek. Madinkin in kelmeyen şarait aslında anadınkin yine o leysa amel kılalaydı. Eğer madinkin in kip kapkasını amel kılamaydı. Ma in zeydun kaimun değildi de o vakitte. Herkes ma in zeydun kaimen değilmeydi. Haber nasip kılamaydı. Ana o şaş ma kip kapması oldu. İkinci bu nepi yılki illa olan bozulup ketmegen bozuldu. Nakz kılmagan bozuldu. Kandaksız ma zeydun illa kaimun. Yani bir yerde harf istisna, illa ibaret bu istisna harf kemgen bozuldu. Bir yerde bir nakz kavuşturup kaldı da. Kandak degende mesela ma zeydun illa kaim emas zeydlik illa kaim ise ilgaki hükümni nakz kılıp buzatkan boldu. O zeytahun onda emas dep tursa, lekin qaim deganlikni o'zi ilgaki hukmni buzayotganlik bo'ldi. Mana o'xshash naficho bu illa bilan buzilib ketmagan bo'lsa deydi. Agar bundaq illa kelib qolsa, yana bu qanday qilinmaydi? Ma laysning amalini qilinmaydi deydi. Masalan, Qur'oni Karimda kelgandek ma ana illa nazir degandek. İlla kelib qolganlik uchun ma ana illa naziran deyilmadi mana. Bunda qo'qilmadi. Yana cho ma antum illa basharun misluna deb bunda keldi-da. Ma antum illa basharan deyilmadi bunda. Shundaq bunda illa kelmagan bo'lsa bo'ladi. Demak, napicho illa bilan naqz qilmagan, buzilmagan bo'lsa bo'ladi. Bundaq shart ostida bu qanday qilalaydi? Ma leysning amalini qilalaydi yoki mag'cho leysning amalini birladi deydi. Uchinchi uning xabari uning ismiga ilgirib qolmasa bo'ladi. Uchinchi shart uning xabari uning ismiga ilgirib qolmasa bo'ladi. Zarb va jar majrurdan boshqa. Zarb bilan jar majrur qilib qolsa, onda tavassuat va onda keng ko'lamda keng qo'lliq bilan muomala qilish va qanaqa zarb bilan jar majrurga. Qayerda zarb va jar majrur bo'lib qolib qolsa, bo'lmag'ash bo'lib ketdi, ichilib ketdi. Ularga nisbatan keng ko'lamda muomala qilish va e'tibor berish va qaysi zarb bilan jar majrurga. Ama ish zarb va jar majrur bo'lmagan chaqda uning xabari, uning ismi sig'cho ilgir bo'lmagan bo'lsa, ma qoimun zaydun degandek. Hargiz uni ma qoiman zaydun deyilmaydi deydi. Agar aynan ilgirib qilib qolsa, uni pishuv qilish qat'iy vojib bo'lgan bo'ladi. Onun da başka yeni bir şartım bakın bu. Kanen mağa leysinin emelini birişinin ya ki ma'nın leysinin emelini kılışının çoğu dördüncü bir şartım bakın. O kaysi etse haberinin ki me'muli isimga ilgiri olup kalması olur. Zarb ve jar majrurdan başka mesela. Zarb ve jar majrur olmayla başka çıkması mayla. Eğer zarb ve jar majrur bulmagan halda o haberinin ma'muli isminin beşiği çıkıp mesela kanda siz yukarıda bir cevap ketdi ya misal ma ta'amaka zeydun akilun deb aslı kıyas akilen buluş gerekti ma'na haber olgan diken ama bu akilunniki bu isim failinin ma'mul olgan ta'amaka bu haberinin ma'muli bu nemi beşiği çıkıp kaldı da bu isminin beşiği çıkıp kaldı. Bana ismi sokan zeytin beşiği çıkıp kaldı da o vakitte onun için bunun emeli yana bu ma leysinin emelini kılanmaydı. Onun için ma ta'ameke zeydun akilun değildi. Onun o ma'nın emeli çok bozup gitti o çağdaydı. Akilun nespliş dursa mesela. Ama bazılar onu dürüst kılanlar mübaken.
مع بقاء النبي وترتيب الزكن يلي ديگندك نبي قب قاسلودو نبي وشاش نقص قلن كسلو بايدو وترتيب هم نقب قلشلنكي فهم فهم زكين ديگنچو علم وفهم ديگن من ده ترتيب نقب قل نبي نقب قلشلن وترتيبتن ساقلنıp قلشلن yani tertipten قب قلشلن ki bilindi onu. Muş قب قلقا باسلودو şu vakta bu ma ليسن أمل قرالايدو ديلا وسبق حرف جرنا وزربين كما بأنت معنيا أجاز العلماء درس قلد علماء أجاز العلماء pil paylı ayak gibi kaldı da bir yerde. Durus kıldı ölümalar her carının ilgir gelişine. Ya ki zarfının ilgir gelişine. Durus kıldı ölümalar her carının ki nimege o ma'nın beşe çıkıp gelişine. Yoki zarfning o ne bileyim ki o durus qildi ulamolar harflarning ilgari bo'lib qolishini durus qildi. Nimaga ilgari bo'lib qolishini ismning beshga chiqib qolishini, ma'ning ismisining beshga chiqib qo'yibdi. Yoki zarf u ma'ninki ismisining beshga chiqib qo'yibdi. O mayli durus qildi. Bunda zarf va jar majrurda shundoq bir tavassu bir xil tasamuh vaki boshqada bo'lmagan yo'q tavassuatla tasamuhla bu harflardan zarfti bor. Ma bi anta ma'niya degan o'xshash. Mana ma bu yerda nima mushabbahatu bilays. Ma mushabbahatu bilays. Lays o'xshaydigan harf. Anta ismisi zimir mansub zimir marfu muntasil. Ma'niyan uning xabri. Bi bu yerda jar majrur ma'niyaga mutaalliq. Mana ma'noda bu ma'niyan xabarning muli jar va majrur bo'ldi bi. Bi jar ya mutakallim majrur. Bu ismninki antadan beşe chiqib oldi. Manda qo'shmayli agar zarb ya jar majrur bo'lgan chaqcho o'limalar uni durust qildi. Harf jarninki yoki zarbning qanday qilishni o ma'ninki ismning beshig'i chiqib qolishi durust sanadi deydi. ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث زل ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل ولكن لم بوغن معطوفن رفعisine yoki bellan bo'lgan ma'tufning raf'isini jo mavlan bo'lgan mansubdan keyin lozim tuting. Qayerda kelgan bo'lsa, qaysi hal, qayerda tushsa bu lozim tuting. Buniki ma'tufning raf'isini lozim tuting. Lakin bilan bo'pti yoki bellan bo'pti. Bu ma'tufning raf'isini lozim tuting deydi. Qachon mavlan bo'lgan mansubdan keyin demakchi o'g'ini yana qachon bu ma'ning xabaridan keyin ma'ning xabaridan keyin bir atf yana atifga atf qiluvchi lakin yoki baldan iborat bir harf atf bo'libdi-da qachon kelsa qachon tushsa yoki ma'ning xabaridan keyin atf yuz beribdi. Masalan qandoq desa ma zaydun qaiman lakin qaidun degan o'xshash. Ma zaydun qaiman lakin qaidun yoki ma zaydun qaiman bal qaidun degan o'xshash. Ma zaydun qaiman lakin qaidun deganda mayda lakin bilan bo'lgan ma'tufning rafisi qaysi qaidun shu. Bal qaidun degandimi? Bal qaidun shu. Mush lakin bilan yoki bellan bo'lgan ma'tufning rafisini lozim tut. Rafi o'qil demakchi. Ma zaydun qaiman lakin qaidun degan. Yoki ma zaydun qaiman bal qaidun degan. Hargiz qoidan deb o'qiganma deydi. Ma bilan bo'lgan mansubdan keyin
Yani ma'ulam bo'lgan mansubdan keyingi ma'ning xabardan keyin demakchi. Ma'ulam bo'lgan mansubdan keyin lakin yoki ballam bo'lgan ma'tubning pishu qilishi rab'isini lozim tut qayerlik kelgan bo'lsa. Aysu hal. Demak, bu ismni bu yerda rabbi o'qilish nima bo'ladi? Vojib. Chunki olsa mubtadai mahsusning xabri bu yerda. Lakin qoidun ya bel qoidun bu yerda rabbi qilish vojib. Bunun ma'tubning rabbisini qat'iy vojib sanagan yoki lozim tutgan deydi. Nimishqa desa, bu mubtadai mahsusning xabri bu. Qaysi bu qoidun. Takdirin diyen boldu etse ma zaydun kaimen lakinne huve kaidun. Ya ki bel huve kaidun diyen boldu ya. Mesela mubtudas mahsubun haberi. Mubtudas mahsub o zımur munfasil. Bu kaidun olsun haber demişler. Ama bu ne çoğu manın haberi ki kaimenge bunu etki jürüp nesb okuş dursamaz. وبعد ما وليس جر البلد وبعد ما وليس جر البل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر ما دينكن وليس دينكن ما دينكن وليس دينكن كي جر قلد با خبرنا والله دينكن وكانن نفيس دينكن باز دا qanda qiladi jar qilindi qandaq desa masalan ziyoda qilindi bani ko'pincha vaqtda demak bu ba'da ma va laysa jarral bal xabar degani madinkin va laysdinkin jar qildi ba xabarini jar qiladi ya'ni ziyoda qilindi bani ko'pincha vaqtda laysa va mavlam bo'lgan nafiy qilingan xabarcho ba ziyoda keladi aleysallahu bikafin abdahu degandek aleysallahu bikafin abdahu ama leysdin kin nim bo'ldi Allah ismi solda ma bikafin nim bo'lgan xabar bo'lgan bu yerda ma ba bu xabarni jar qildi madinkin va leysdinkin jar qildi ba xabarni jar qildi aleysallahu bikafin abdahu degan هنا أليس الله بعزيز ذي انتقام degan o'xshash yana boshqa oyatlar bor وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بغافل عما يعملون degandek mesela والله dinkin ve kanun nefis dinkin bazı zırkınlık mı kaladı bazı zırkınlık kaldı üyede çokum nimemez o yukarıda leyse ve mavlen boğan leyse ve ma'nın menfisinin haberde bazı zırkınlık emiş bunu ziyade kılıp ketmeydi bazı zarba kılıp kaldı مثلا صالح مثلا قنداق عندما شاعر بالشير وكنده وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجل إذ أجشأ القوم أعجلوا ديندك لم أكن بأعجلهم ديال شو ده لم أكن أنا كان نفيس دين كم بولده كان نفيس دين كم بأعجلهم كأعجل بأعجل كم باشو
yana ba'zi zir qilinib ziyoda qilinib qolib qoldi deydi. Hmm. Ama yana ba'ning ziyoda qilinishi laning xabarida cho'dim. Ladin kim o? Ba'zi jar qilindi degan. Buni da ben she'r vakanda. Takun li shafi'an yawma la zu shafa'a بمغن فتيلا عن سواد بن قاربي فكن لي شفيعا ويوم لا ذو شفاعة بمغن لا ذو شفاعة لا ذو لا أرنبي والمشبت بليس لام هذا ذو شفاعة مضاف مضاف اسم سي بمغن بنا خبره مش زايد وغن باولنجو مغن نه qanday qilindi jar qilindi bu jar qilinishi ba'zida shuna jar qilindi deydi qad jar degan shu endi fin nakirati u'milat kalaysa la ve qad tali la tava in zal amala hem yukarıda ma'ning gibine laysa ve demakçi ma'ning haqidagi tushuncha asosan tugidi duna in degan o in to'g'rida gaplashmagan Ama ya da qanday qiludi deganda bu yerda bu tushunchani bir odamda. Pinnakirati u'milat kalaysa la ve qad tali la ve in zal amala. Ism nakirladi amal birlidu. Nimiga laga laysa o'xshash amal birlidu. Ba'zi yaqin kelib qolib qoladi lata va in ash amalga yaqin kelib qolib qoladi. Mesela yukarıda bu Leys'nin amelini amel kıldıgan harfninki tut harf ekanligini yukarıda o'tgan tuq. Ma, la, lata ve in degan tuq. Bu ma haqida degan o'xshash gap so'z tugandi. Ham bu yerda la va lata va in haqida. La va lata va in haqida bu paran qilib qolgan. Ama la kelsa qanday bo'ladi deganda hmm, la kelsak bunga bu ahli hijoz xil deydiganda bu tabiiyki leysning amilni birladi lag'mu deydi ekan nakirlarda amal birladi laga leysa o'xshashlar mana umilat nanki naipai la kelaysi jar majrur umilat mutallaq nekirlarda ism nekirlarda amal birladi laga leysa o'xshash amal birladiki qandaqki hijoz xalqi ahli hijoz bag'onga o'xshash u leysning amalini qiladi debdi ammo bani tamimning qarshida yo'q u leysning amalini qilolmaydi deydi ekan ammo amal qiladi deganlarning sharti bor ekanda o'zi tushliq uning uch xil sharti bor ekan qanday qilgan bo'lishi kerak unday qilganda qaysi shart ostida amal qila oladi bu benil hijozlarniki amal qiladi deganlar albatta buni shart bo'ladi ammo banul tamimchi yo'q amal qilolmaydi deb itloqla buni bu ishni bu malakni yeb etibdi bu amal qila oladi deganlarning uch shart bo'lgan bo'lib uch shartning biri qanday qilgan bo'lishi kerakligini ism va xabar nakiratayn bo'lishi kerak shu pin nakirati deb nakirda amal qilamiz la rajulun afdala minka degandek agar nakir nima qilib qolsa ikkisining birisi ya ismi ya xabari ma'rif qilib qolsa la bu yerda qanday qilolmaydi laysning amilni qilolmaydi
Onun başka ikinci şartı şu, onun haberi onun ismiga ilgili olması gerek. Bu ehli icazınki koygan ikinci şartı. Ma'nın mağa yaki leysinin emilini birlido bersek buludu dep qargan şu mevqifti bolgan ehli icazlarının ikinci şartı nime dese onun haberi ismiga ilgirip qapqası olmaydı. Tertip saqlanıp qası oldu. La qaimen raculun deyiş olmaydı. Üçüncü şart nime dese nefiço bir illa bilen naqız kılıp buzulup kası olmaydı. La raculun illa afdala min zeydin deyilmeydi. Müşnun okşaştaydı. Hem de nekirde müşnuk lağa leysa emilne muşu şart asıda isim nekirde bir gam oldu. Ya ki muş şıkıl ehli cazdın ki mezhebi benaan. Bazı yakın kaldı lata ve in aş emelgi ki ay la'nın ki emelgi ço yanlış kıpkıladı vakit tali valla yeli yani yakın bu kaladı demekçi de bu. Ama in ne yapıyor ço bu in ne yapıyor? O in ne yapıyor'nun ki leys olan leysin emeline emel kılışkanda kaladı degende in ne yapıyor bu besirlik ölmala ve imam parra degan bu kişiler bu nahviyun, nahvi mutahassislar deyken bu qanday bir narsa amal qilolmaydi bu in deyken. In leyslan amalni faqat qilolmaydi deydi. Ammo ko'piyliklar imom Parrada boshqasi yo'q bu leyslan amalni basak bo'ladi bu. Lata va in zal amala za zal amal degan a shu laning amalini yaqin leyslan amalini aşmışlar. Musharra yaşadı. Ko'piyliklar deydigan de ya bu leysininki enim qiladi emilni versak buludu dedik. Mesela onun da bir nimbaken de şairinin bir şiir in huve mustavliyen ala ahadin illa ala adafil canini de. Bu bir kışkanda o bir kimne egevlelamı de bu. In huve mustavliyen ala ahadin. Bir kimne qanda qilamidi onunğa ega olanmidi hech qanday bir kimga lekin lam saranglarning eng ojizlarini mushun kontrol qilib oldi deb in huwa mustavliyan mana bu ismga kirdi mustavliyan amal qildigo bizning amal qildi demakchi ekan bu ko'piyliklarningki qarshiga ismga kirdi amal qila oladi deydi. Ondan başka hem de ne mi kap kaldı degende lata kap kaldı. Vakat tali lata ve in zalamala. İnni gibi tügüde hem de çok lata. Bu kadar kuludu degende lata olsa o lata onu lannafya bu mu? La okşuş lannafya. Fakat bu tayta enis meftuh olan alet tayta enis ziyaret kılıp kaldı. Lata da. Tay meftuha مربوطة مس طاي مفتوحة زاد قلنا بقلد لا تا وقلد صلاة بو اش تا تايتان زاد قلنا بقلد bunun cumhur nehvi ölümaları qarayda bu leysini amelini qılalaydı dedi. Qaysi lata ismini pişuqib xabarini nasib qiladi. Deydi. Mesela qandaq desa valata hina manas degandek. Valata hina manas. Bunun isim ve haberini çok billa ortak zikir kılmaydı. Lekin bunun bir şart nime etse bu Latin'inki bu nimse isim ve isimler apikli farklıdır. Lekin onun çıkılını da bu Latin'e kanı kalsa o Latin isim ve haberini billa zikir kılmaslık fakat mı Latinçılı onun çıkılında. Demek
u lat bilan u ikkisini birisini zikr qilindi. Ya ism zikr qilindi, ya xabar zikr qilindi. İsmi va xabari lat bilan biroq zikr qilmaydi. Ama arab tilining ko'pinchisida qanday kelib desa, uni ismisi hazb bo'lib, xabarini qoldirib kelish ko'p bo'ldi. Wala tahina manas deb. Asl taqdiri wala talhinu hina manas demakchi deydi. وما للات في سوى حين عمل وحسب زرب إبشا والأكس قل أم لات شو مغناسة حين başkası جو عمل قلدو وما للات في سوى حين عمل وما للات في سوى حين عمل وحسب زرب إبشا والأكس قل Em bu yerde yok lat için deydi. Ve ma li lat degan ma ya da harf nep için gelgan. Yok lat için hindin başka kelimelerde amel yok. Fakat latta hind degan kelimada amal qila oladi bas. Bu İmam Sivvay shundoq bir minglab ekan. Fakat bu hind amal qiladi. Bundan birazdan boshqalarning ixtilofi mumkin. Ama şu latta hind amal qildi bas deb. Nedim el bugatu ve la tasa'ate mendem degandek mesela. Baş zaman hindle amal qildi kenda. Hatta o'zining murodibsimi amal qilmay qolish ekan. Bundan deyilmaydigan. Ammo ma shoz kelibdi. Nedim el bugatu ve la tasa'ate mendem degani nayta az kelib qolgan ekan. O lata hatta o'zining murodib kelimalarni amal qilmaydi. Hiniga murodib bo'lgan. Fakat hin degan kelimamizni amal qilaydi, ammo hin, dahr, soa degan mandaq narsani amal qilmaydi deb lataning amal qilish doirasi yo'q. Lat uchun hindan boshqa narsa amal qilish yo'q. Shu rab'ining hasbi nayti ko'p bo'ldi. Yani ash rab'i degancha ay lataning ismisi, rab'i degan ismisi rab'i bo'ldi ya mark bo'ladi. O Rabbini hazb qilib etish pashib tarab ketdi, kamayib ketdi, ko'p bo'lib ketdi. Wala talhinu hina manasin degan alhinu mana rabb bo'ldi, Rabbini egisi. Ismi sul buni hazb qildi, bunda qilish ko'p. Wal aksu qal va uning aks ta'turiki zin nasbini hazb qilib etish oz. Yani xabarni hazb qilish oz bo'lib qoldi. Wal aksu qal degan shu Rabbining aksini Rabbini hazb qilish pashib ketgan, uning aksiga nasbni hazb qilish ozib qoldi deydi. Va oxiru davana alhamdulillahi robbil alamin.